Sandanam, mandanam, mandanam. Sandanam. Internetda suzasan, massa qilib uxlaysan, borliqni kuzatasan. Yakshanbajon yaxshida, dam olish kuni. Ovsin poshsho-ku. Oy. Ha, o'zing. Voy Qo'ying xudoyim. chipirgini keling. So'ng. Ha, tinchlik. Voy, voy. Ha, nima gap? O'zingjon tinchlikmi? 5 oy. Nima gap? Doim aytasiz-ku, erim kelib ishdan uxlaydi, turadi, ishga ketadi. Shalpaygan immuniteti past deysizmi? Ha, to'g'ri. Sizga ham, qaynog'amga ham zo'r narsa bor. Yanachi anakondamizga ham zo'r narsa bor. Aytib bermay, sizni shpionligingiz bor. Ha, Hazil oyijonimizga zo'r narsa bor. Keling, o'tiring. Uyimni to'g'risi sizniki. Sizdan balosiz balo o'zingjon. Hozir topib yurasiz. Albatta. Bular yurakka quvvat, o'zimizning mahsulot. Xo'p, men sizga hozir zo'r gaplardan aytaman. Buni qarang. Bu Koreyadan. Koreya mahsuloti. Ana Tangemda, Saroy Javohirida, Jeju orolida jenshen topib oldik deb baqirishadi-yu. Mana o'sha ko'rganman. Mana o'sha haqiqiy jenshen. Qizil jenshen. Buni men haqiqatini endi ko'ryapman lekin. Bu haqiqiysi original. Endi balosiz. nimasini aytasiz? Topib oldim, shu desangiz. Ushbu mahsulotlar, mana bu mahsulotlar hammasi odamlarning sog'ligi uchun ekan. Haligi ishga borib qaltirab qoladigan, sal asabiylashsa, dot deb stolni bir uradigan, keyin kelinlarni kun bermasdan ishlatib, ishidan ko'ngli to'lmay, taqtamay gap kesatadigan qaynonalarni ham muloyim qilib qo'yadi. 5 soling. Oyijonim yutib beramiz. Shoshmay turing. Buni xotin esa farzandlarni tarbiyalashda, ularni ta'limga yo'naltirishda juda yaxshi foyda ekan. Ya'ni asabni mustahkamlab, immunitetni ko'tarib, undan keyin qon aylanishini yaxshilab, suyaklarga biz haligi aytamiz-ku, kalsium kamayib ketibdi, zreniyam tushib ketibdi. Endi bularning hammasi Yechim borda. Yechim aynan Gold Genshen. Bu mahsulot aynan o'sha charchoqlarni chiqarib yuborish, immunitetni mustahkamlash, suyaklarni baquvvat qilish, inson organizmi uchun rosa ham koni foydali. Endi bu mahsulot sizga ilinishini sababi bolajonlaringiz bor-ku, yosh bo'lsa ham yashirib bekitib energetik ichimliklar ichib qo'yishadi. Mana shular o'sha energetiklarni o'rnini bosadigan konfetlar. Buni shunaqasi ertalab o'sha maktabga ketishga turganda sumkalariga bitta solib qo'yasiz, ham fikrlarini jamlab berar ekan, xotiralarini mustahkamlab berar ekan. Endi keyin o'sha energetiklarga umuman ehtiyoj sezishmas ekan. Ana. Ko'rdingizmi? Endi chopqillab borib ular oilaviy energetik albatta, shuningdek dadalaridan tortib, ana bolalargacha energetik ishadi. Endi bular yaxshi hammasi bo'pti shular. Xullas, Gold Genshen deganlari qand kasali bilan og'rib turganlarga ham rosa foyda ekan. Ovsinjon, qarang. Hay, bu kelinlar qani? Birontasi ko'rinmaydi. Kelinlar-u. Ha, bular bir ishni boshlagan shekilli. Uyga kirib olib, nimalardir gaplashyapti. Yo, meni g'iybat qilyaptimikan? Qani bir kirib ko'rayinchi. Ha, bu kelin podsholar. Hay, kelinlar. assalomu alaykum oyijonim, mani o'zimni oyijonim, ona qirolicham. Yaxshimisiz? Damlarni oldingizmi charchamasdan? Nima qilyapsizlar? Ikkovlaring o'tirib olib. Yo, meni g'iybat qilyapsizlarmi? Biz sizni g'iybat qilamiz. Shuncha tashqarida ish turib, ikkovlaring uyga kirib olib, nima ishlar qilyapsiz? Surpriz ham belaga tepkiz. Onanib ketdi oyijonim. O'tiring. Qanaqa surpriz aka? Zo'r surpriz. O'tira qoling. O'zimni chiroyli oyijonimdan. Mana narsalarni qarang. O'ylamang, bular haligi kosmetikalar, yana bir narsalar. Sizni ko'rib ro'mollarim ham yechib.
voy hayajonlanaman sizni ko'rsam. Bu shokoladmi bu, nima bu? Endi men bularni sizga tanishtiraman. O'zi bularni hammasini siz uchun olib keldim. Bir qator oldin ovsinimga ham reklama qilib olay dedim-da. Qarang, bular nabiralaringiz uchun rosa foyda. Ularni xayollarini jamlab, mustahkamlab, xotiralarini juda ham bir zo'r qilib beradi. Darslarda faol qatnashishadi, a'lochi bo'lib berishadi. Endi bular siz uchun. Oyoqlarim og'riydi, bellarim og'riydi demadiz? Belimga ham davo bo'ladi. Albatta. Oyog'im ham Voy, og'riydi. albatta. Boshgachi. Rosa ham davo. Mana bahor kelib immunitetlarim tushib ketyapti. Ko'taradi. Ko'taradimi? Ko'taradi. Ko'targanda ham osmonlarga ko'taradi. Qizday bo'lib qolasiz. Burada shu qo'lim ham og'riydi-da. Aha. Qo'lga ham davomi? Hammasiga davo. Endi yaqinda o'sha Coviddan keyin sahr bo'lib qolganlar uchun mana bu topinambur degani bor ekan. Qand miqdorini, qondagi qand miqdorini juda ham bir balansini sozlab berar ekan. Endi mana bu jenshenni reklama qilib turyapmiz. Haqiqiy tabiiy jenshen, qizil jenshen. Qarang, oyijon, yeri tagida 6 yil yetilishini kutar ekan odamlar. Undan keyin uni kavlab olib, qayta ishlab 6 yil davomida kutilgan mahsulotni xuddi mana shunday ilinishayotgan ekan. Shuning uchun Gold Genshenni haqiqiy mahsulotlarini sizga ilindim. Buni har kuni maza qilib ichasiz va bu sizga shunaqa natija beradi. Dugonalaringiz ichida eng yoshi, eng chiroyli, eng go'zali, eng baquvvati bo'lib qolasiz. Voy, aylanib ketay, o'zimni kelinimdan aylanib ketay. Ko'rdingizmi? Bo'ldi. Buni endi men bir oy ichamanmi, 2 oy ichamanmi yo bir kun ichamanmi? Avval bir oy ichib ko'rasiz. Ha, bir oy. Sevdim desangiz yana olib kelaman. Ha, dugonalarimga ham tavsiya Tavsiya qiling, gapga Mana borganingizda. ayniqsa bir ikkitasi sahri bor-da. Aha. Mana shu sahri borlarga ham shifo ekan. Bo'ldi, shularga ham men ham tavsiya qilaman. Mana bir yosharib yuring. Yosh Azizlarim, avvalambor irqidan, dinidan qat'iy nazar hech kim bemor bo'lmas. ilohim. Mana shuni tavsiya qilaman. Hammaga shu jenshin ha, gold ot qiyin ekanda. Gold jenshinni ichishlarini. Ha, bizlar ham endi ozgina quvvat olishimiz kerak. Albatta, yosharishimiz kerak. Hammaga tavsiya qilaman.